Menimcha, bu Mizuxaniki. Bugun u yo'qligini eshitdim, lekin u maktabda ekanligiga ishonchim komil. Bolalar, meni eshitinglar, nur jangchilari, men uyimda. Mizuxa g'oyib bo'libdi. Hozir 2 kun bo'libdi. Men borib buni topaman. Men ham. Men uni oyog'i hali ham og'riyapti deb o'ylagandim. Kechirasan, Mizuxa. Ahvoling yaxshimi? To'pig'ingni qayirib olding, to'g'rimi? Bu haqida o'ylama. Nimaga yig'layapsan, Saki? Chunki men uni avvaldan yaxshi ko'rar edim. Buni bas qil, qani o'zingga kel. Fona. Men o'qituvchini olib kelaman. Mizuxa, Hanna, nimadir bo'ldimi? Hech narsa, hozirgina qilganingni ko'rdim va xavotirga tushdim. Haligi. Agar xayolingda biror narsa bo'lsa yoki seni bezovta qilayotgan narsa bo'lsa, menga ayt, qo'limdan kelganini qilaman. Sen har doim menga ishonishing mumkin. Men seni o'zimni do'stim deb bilaman, Mizuxa. Unda, agar men o'lsam, yig'laysanmi?